sakat bek çıktı ama top tepeden kim? Hadi. Şey mi ya? Arkadaş 20 yaş falan kapsız mı? Az. Kündü mü kim çıkma? Va buldu. Şıplıp 20 yaşlıktan farkım yok o mening. Çoğundan bile otağında kopalım kema bulmuş. Bugün bir musabaqa düşüp bakayıqın ha. Bek yaxşı oynaydı aldım siz ne? Topni men tepamdim. O tepamdi. Topni sil tepmeysizlar, top silen tepetmesiz oldu. Ekran olduk dostlarımız oylaydigan bo'ldi-da hamda. Kim Jigar yasatchilar bir topchi chiqadigan o'xshaydi deb. Ronaldo chiqayotganmidi, Messi chiqayotganmidi? Jim turinglar jima. Jim turinglar. Futbol cho'lponlaridan. Ey, keldi. Herkes demaymiz jim. O'zdir bilib olsa. Voy. Mana. Qanda deymi yaxshi ma? Yaxshi. O nim bu laquluqlar jiqliqo? Ben Qana bu Adidasning e'loni chiqami ya? Ya ben anca bir top emasmi? Ha. Top tep qilmagandim men. Mana. Da'vat qilamiz mana. Topchi emas, naqshchi. Topchi bo'lmagan naqshchi. Topchi bo'lmagan naqshchi. Top o'ynaga bormayal degandingiz Hazratali aka. Men Әгішіплі şu paranı mı, naqshini mı olmuş, bağıcı bağırlık qılıb allayı maşinimizi dep. Yok, sen oldu vallahi. Bunun için ben hoş buldum Cuma Ötkör. Uzundan bu yan bizim şu görüşemigen, özümüz en sığınıp durduğu ufuk sanatkarlarımız var, hürmetli usta sanatkarlarımız var. Hemmisini sen bu amrak maşinamı yık bir vatsam, ben hoş oldum. Görüş programımız hem de aka. Amrak naqshchilarimizdan har qaysi kasbdiki, shu oldin qator kishilarimizdan vaqtini olmay turib, yaxshi paranlarda, yaxshi naqshlarda, usullarda hatta bildi bo'lgan bir program bo'ldi aka. To'g'ri. Hazratali ish qilib qo'y, bizniki ko'rmanlarimiz hammasi biladi. Hazratali ayni vaqtlarda bo'lib, hozir ham davom o'ziniki bir muhabbet kuylar bor buning uchun. Ham sahnadagi ajoyib bir o'zini tutilishlardan tortib, qiqos bir vaqtlarimiz o'tgan Hazratali ha. Esin keldimi? Biz bütün Şinjan'ni aylanib qo'yib ketdik. Baka, ilqi sahnadagi turishlaring bor seninki. Do'q o'zing tutib olgan, do'q bir qo'ldiring harakatlar. Meni shu bak cho'ngspat deb o'ylab oldim, lekin turiblam. Ben qo'yib qolmamasman sen. Ellik vaqtlarda ancha yani qo'yib Ama bu şey hozir kim bo'ldim ketayman? Bizim qo'yamiz hozir. Daq qo'yib. Sen so'y shunda xo'shallikdan bakka qilib chiroyli chiqib bo'ldi. Naqshini azet gapni chiqib qilaylik. Hozir bu Azertali uchun shu riyosatchilik sohasidan shu. Hozir biz o'rnimizni tanishadi O'tkör. Bu chiqara. Mandaqda burillatmış sahnaga chiqsimi? Oka men gapni oz qilay. Oka amalda gapni oz qilay deb turib. Gapni oz qilay deb chiqiblam. Meni gapni Hamashbillah deb gapini boshlab bir jumla bilan biraver deb boshlab ketdi. Onda bir usulluq naqshlar bor buning qara. Voy yiliq naqsh chiqadigan bo'lsa, chiqib bo'g'ichi butun maydon liqil tamash bilan to'chib mavi. Yo'q, o'ynamamsa desam, aka shu men shundoq ig'ir Mushunaqaraq to'xtatdim deb o'tirdi. Hozir dal shuning aksi. Ko'rsa O'tkir ha. Ko'rganimsaka, ko'rgan narsalarga. Kayfiyatim bag'asir bag'ishib ketdi. Behla. Sen qiyirgansa ichib o'tsa. Shuni deyman. Ya bu 50 kas qolgan. Hozir telekomni men tang tushlab o'ylayman tehi. Ha, mana. Ha, men bilaman. Ben adat liniya qo'ydim. Bunlaraqlar Julien qo'yib, liniya qo'yib bolalarga ardishman men. Ayni vaqtda men bilan o vaqtida ishimda. Shu vaqtda işte o'xshaydi bo'lib qolgan. Hozir men cho'p ketishman men. Hozirdan yosh bolalar bilan. Biz degan yosh. Shu vaqtlardagi bir kuylab o'tdi qara O'tkir. Balkim sen o vaqtlarda bilsa, bilding. Men siz demoqchi bo'lgan kuyni anglab bo'lib, o'zimning aslimini so'zlay. Qaysini demoqchi aka? Dama. Men bilan deb bir kuy bor buning uchun. Men o vaqtda to'liqsiz dedim. Plastik chiqdi. Men shu bir unsin do'koniga berib dinab anglagan Hazratali. Setvog'imi yo bir sibadimi? Vaqt setolgan vaqtlarda Hazratali akam bergan vaqtlarda emas, tonimaymiz vaqtda Hazratali akamni. Vaqt pulga olgan, anglagan, men bilan degan naqshga bak amraqdim. Shu naqshang bilan qo'ngli bo'lding deb qo'yayman seni men. Buningga birim aytgan, lekin bak tepay deb turib tepmagan o naqshlar. Mush men bilan g'ashi tepatda. Besh odam ya. Besh odam. Anglamagan hech kim yo'q O'tkir uni. Degan gap bezgan mushkil. Tapti degan gap, ha? Bir xil yerlik gaplar. Ha, shu hozir biz amroq mashinamizga qara, yerlik gaplarni qilamiz. O'zimizniki haqiqiy ichimizdagi xarakterimiz bo'yicha qo'yib o'timiz o'zimizni-ku.
Özellikle koyutuklar. Özümüzün naqsını Mana, okuyamaz mana. Kim koyuvatmaydı ki? Bugün bir ko'rilam de Hazretali. Kettoq aka. Kettoq, men bilan men uchun, sen uchun, Bunun için bunun uchun o'z muhabbatli kuylarni taqdim qilayotgan bizning yosh naqshimiz Hazretali Muhammad Tursun. Yaxshimsiz-da, yaxshi. Kettoq. Bu hayatda bir ömür öterim sen men bilen. Baxt degan jiroqdan kuterim sen men bilen. Degan her vaqt yig'i bilan bir tuqqan. Yig'laganda tan yig'lar gülerim sen men bilen. Gidigen her vakit yig'i bilan bir tuqqan. Yig'laganda tan yig'lar gülerim sen men bilan. Gül degan chiqyapti o'tkir qarasizlar. Gül degan chiqdi. Hazretali degan mushunda tutqalanda men yana shu yerga yordamga chiqatdim Hazretaliga. Hazretali tushga quchoq gullarni men mushtab olatdim. Ekran. Men o gul bermaysizlar sizlar deytdim-da, u yerda mushni riyosatchiga ishtab ishyansam bir talmi gul bermaydi-ku. Mushlarning gulini men yig'atdim. Rahmat sizlarga. Gul berganlarga rahmat-a. Menga ish qilib bu riyosatchi bir tal gulim bermaydi. Ha bo'ldi be. Gülme tema qilmay, chavakli beringlar deydim. Sakamniki kayfiyat tutish bek yaxshi bo'lganki, ashraqni bek ichi tutdi. Qanda boshlansa, kechilik oxir shunda bo'lgan sizlarning rolingiz bek cho'ng. Sizlar bishlam gulni qarab, shu ko'taran kayfiyatlar qilib shu qog'ozlarimizni naqsh etsakmi yana demak shu jonta aytmoqdan gap ketdi. To'g'ri. Ham kelar ketim Hazrat Telekomning kechilkida aka. Men sizga gul sovqilay. Ana. Yaxshi boshab berdingiz. Ashtar qisaq budka asli. Bo'ldi qo'sh, sen bir aqdim berman. Men faoliyatli beraman-ku. Beramsan. Bir sizlar yo'q, sizlarga beraman-ku men qullandik gullarni berib o'tman-ku. Ashtar xeyr lazım ben men. Hozir işte g'ayr bir ishlarni qilib qo'ydi bu. Bo'libmi shu so'z ishingga kelgan vaqtida baytin sen degandek ish qilib. Hozir Hazretali shunda bir so'zman hozirchi. Bu yilqimda tushirib emas, haqiqiy davatman gapimiz. Bek chiroyli gap qildi hozir. Bir gapini anglasang bo'ldi naqsidan boshqacha buni. İşte o'tirg'iz qo'yib amroq mashinamda-chi. Gaqib deydiganmasdan bek esil gaplarni qilib berdi bu. Faoliyatlarni jiq anglaymiz Hazrat Telekomning. Ba'zida odamning işte bir faoliyatlarga nisbatan bir gaqqiz kelib ketgan. Bumi qiziqishganda turibdi. Mesela ko'ngil ozodchiligi bo'lgan yerda ani parang aytilgan gapda. Fetvaga yerda yana parang qilinmagan. Qilib meni ko'rganda bularning qushqashtilichi echilib ketdi, sayrab ketdi, vichir qilib. Sizning men tunganni ya kayfiyatingiz shunday adam deyman. Ben de o çıkırıya olmasa. Hazretali sizlemay salligina bo'ldi. Bugun amroq mashinam chiqqan har qanday ma'lumot sallashni. Siz o'zlarda kunab qolib unda qilmagan. Salligina bo'ldi. Saqqa qara. Kettoq. Hech qanqa. Bo'ldi. Tutib ola bo'pti. Yerib qolganda quchoqlab o'tirgan gap, boshqa qo'yib yotadigan gap. Biz shu ayni vaqtlarda Hazretali bilan shu sabahning kechiliklarida, anandan keyin shu uya buyalar o'yin qo'yib bo'lgan vaqtlarda bular ish qilib shundoq bir qizg'in kayfiyatda-chu. Resoqqa deb turib, chiqib menimi xel bir o'rimtimni qilib qo'ydi. Qilib emas, bek o'rim. Biz hammadan o'rimtimni yaxshi. Yaxshi tarbiya ko'rgan bola deyman ben. Ishimizni qilish bilmas, cho'ngni o'rimda qilish bilmas. Shu vaqtlarda buningda shunda bir gaplarning og'im bor. Ko'chalar maydon ziyorat qilib ko'chalabchu. Lekin baytin deganda demaydi u gaplarni. Endi sen bir so'rab baq, men so'rmay turay. Men so'rsam men bilaman-da buni. Sen bir so'rab o'tkura. Aka so'raydigan savollar jiq. Gapsiringlar bo'ldi meni. Aka, yaxshini bek yaxshi e'tibor ketib borsiz. Paranglarni joyida qiziqib olib ketib borsiz. San'at maktabida yaxshi o'qib ekansiz. San'at maktabdan qaysi kasbda o'qigan bo'lgansiz? Men san'at maktabida o'qimagan shu. Qaysi maktabda o'qimagan, ha? To'g'ri. Men Yeziglik universitetida o'qiganman. Nungda? o'qigan. Aka, men o'qigan. Nungdan bitdim menmi? Voy, ishki maktabda. Yolg'andimi gap? Yo'q, rast. Rasmiy deyapsizmi? Nungdan ikki nim kasbi? Men iqtisod kasbida o'qigan. Mana. Sen nungdan nim kasbi? Ingliz tilida o'qigan. Voy, are you okay? Ara to'g'ri shu vaqtlar ochaq degandim men. Gap solib tingla meni. Lekin sen demay turib olding. Men mana shu qancha darajada o'tding ingliz tilidan? To'xtatma gap qiray. Unutib qolma. O'zim lekin naqsh musiqaga bak qiziqdim emasman. Shu oliy maktabda A kasb o'qigan bilan, u yaxshi kasb, shuni o'qidim, lekin
Ma özüm şu yana qiziqishim var. İçimdeki o't şu naynay olganı qilgan. Ya da şu naqsha. Lekin onu birleştirib naynay qilsang bo'laverdi-ku. Birleştirib qilsam bo'ladi ham shundaki biroq mani kiritib qoldik-da. Qancha yillar bitgan bo'ldingiz aka hamsa? 9. Mening hamsa 9 bitdi. Oldin ketdim. Shuga bo'lib, men shu yeringiz olib ketibman-da. Maktabdan chiqdim. Maktabdan chiqdi. Ben sanat maktabida o'qib ketib o'tganman. Shu mana bir-biringlarni ashta tushundik ekansizlar. Nima sanat maktabda o'qiganda tushundingizmi? Men sizni sanat maktabda o'qiganda o'ylab. Men bilan, sen bilan, nimiz sen uchun va o'zim uchun degan naqshlarni ishiltirganligingizni deb beraman. Naqshlarimiz mana shu qolgan-ku. Nimiz qiziq ashta ismlarni qo'yib olsiz yoki yozuvchilar tekst yozganlar ashta. Beshida rastga qilsam bu ash menga naqshni ijod etib bergan bolalar shu ashta uchrab qolgan bu naqshni sizlar. Ila planlab qilmagan eng beshida uning bak egisi ketgan arasa. Beshida men uchun deb qilgan emas, men uchun deb plastik chiqargan. Shu men uchunni boshlagan vaqtida andan unda bir plan yo'qdi. Keyindan bunda qilib yetavsan qilib bunda. To'sib ketdi-ku bu. Sen uchun. Shundan oxirdan andan naqshi izlagan vaqtida shu ehtiyoj shunday bo'lib qoldi. Andan undaylik menga ijodiyat qilib bergan bolalar ham shu paralarni deyishib turib, tekstlar shundan chiqib qolgan. Demak, bir şey plan yo'q, keyin azroq plan qo'shgan bo'lish. Shundan men uchun, sen uchun, men bilan deb naqshan etdik. Shuni bilan men osh bo'yichalamsin hamma sifatlagan bo'lgan. Shu jihatdan tayyorlab bergan bo'ldi. Endi yozgan bo'ldimi, tekst yozgan bo'ldimi shu jihatdan tayyorlab bergan tekstlar bo'ldi. Hamkorlashib qildik. Bu ham yaqin kelgusilarda yana mush planlar bilan uchun tavsiyalar yana ma'amdi aka. O'ylagandim men. Lekin boshqa bir yerda chiqayim deyapman. Masalan, maxfiyatlik deb qanday o'zim o'ylab qolaman. Bir dab beraman. Masalan, so'zlarga so'z maxfiyatlik qildi. Amanda planni degan buna maxfiyatlik deyman balam. Buni siz anglamasangiz deyapsiz, ertaga maxfiyatlik olmay yana qolmay qolsa. O'g'li bo'lsa, o'shimni shuni bilan. Emas bir ishni birini shuni bilan saqammo. U naqshida u. Sizlar aytilgan plan bir planimni, baqa planim depsalim men hozir. Ben başka yerden çıkma dedim o hazır. Ben bu planın gargiz ülgürüp bulamazmam ama bu hal talatimde. Boş edememezsiz. Saqamның yangi planlari var, naqshi olib qolg'is ba'zi. Her bir çıqqan abay men bilan degan bekaytda tekib qolsam. Her bir çıqqan ustozniki shu yaxshi ko'rgan naqshlarini g'inish orqali o'zimning ovoz o'rnimni ustoz tanshab beryapti o. Men chiqyapman. Hisob uchun 1 yil sizlarning keyinlardan menga chaplanlarni ko'tarib mansam birini bo'lib qolaman endi septikina. Çapınanlar götürüp ben bu işi gayet kemmedim diye mesela. Ya deyman. Ben asla muş ayaklarımı götürüp. Nim oldu şunu oğlum dedim. Top komandım demse? Ben şu top kızgın ben karanlığa. Top depse deyle. Benim yana bir kızgışım mı şu? Futbol degenine suyman. Beşi. Şu. Ben görüyorum aka. Pek görüyordum ha. Hoş okutma. Ne hoş okutma oturup görebilirsin. Özlemle layla. Ben oynayattan ne okutma. Aşında. Kız gittim ben şu. Sözle koyma. Bir görürüz meydanda. Ben mi şun dağıra. Lekin sendek heves mende yok. Lekin ben resaves hocam. Açıkçası bilmez mümkünlikim ben. Bilmez. Bir hoşallığı. Doyunda mı bu yoçildeylik bir çetelikler bilen düşke söyletirəm bak o. Danlık futbollarla. Menimi bek görüşküm. Ben bunda oylap kaldım ötkür onu. Heves kılgan bolgan deken ilqi nimidilam oңşaydı o. Nimdeymiz ilqi yeni aketlam. Pito qilibdi deb o'ylabsiz. Pito mu nimdeymiz ona? Rasmlar kirishtiryapti deb o'ylabsiz. Men oşnal o'ylagan, öz yaxshi ko'rganlar bilan yaqin aralaqda men shoshpinlar ko'rgan Hazrat Telekom bayram bilan nanim soqsib ketdingiz. Asnaniki. Özümdə çombay qıldığa futbolçular barmı? Şu bayramı qamraqdım emas, şu rasm şəkillərini mən qamraqdım. Pulğu düşdüm, bir kağıt düşdüm. Davulda. 2017-ci ildə geldi. Şanxay keldi bula, Musab oynaqıla. Ya onunki işte həvəskar bolğan. Həvəskar bolğanken, aş vaxt zal bir berib bir körəb kiləydi. Eta planım batdı hem de, bir fürsət top qalsa da. Şundan şu planı soqab qıpandım. Bir neçə ağıyla bilan Kulağımı memnun bil bardıgan boldu. Berib şu musabaqa kurash uchun badım maqsadim. Aşağıdaki birlikqa şu bayram bilan bir ish qildik Allah. Bir davlatimizniki. Shularninki vasitasi bilan, yordami bilan, andan men bu mush fursatga bo'lib qoldim bularga.
bu qarasam shu hech kim kirmaydi. Başı hayacanlangan kiribsiz bo'lgan. aka. Yo'q, u cho'liqqa undaq finsi jamiy qo'yamiz. Ha, shu bu maxsus shu kiyim almashtiradigan uyga kiribsiz-ku? Bular bir e'lon ishlamoqchi ekan-ku buning ustiga. Ondan mana bizning Jungo Zusheningki, işte adamlar undaq o'zi ichki jihatda bundaq beo'yan qilib turadigan, işte bir kichik faoliyat ekan buniki. Maxsus bir maydonlar yasab turibdi, bir cho'ng juvdiyanning ichigacha. Bir o'zgartirib boshqa qilpaga yakka u. Shu ham bizning davlatimizning Jungo Zushening futbol birlashmasining adamlari bor. Ondan ashundaq bir maydon keldi-ku. Maxsus bizga havaskorlarga berib ko'rishma deb ko'rishganda unda emas-ku. Ular imzo qo'ydigan o'ziniki bir e'lon bilan imzo qo'ydigan bunda qilay emas. Qildigan ishken to'q. Ham u mubaka uning uchun ta'lim bo'lib qoladi. Da hayajon bilan tushdingmi yoki jim kelib o'zing tushsanmi, o'zingga nisbatan bir cho'lponga unda yonib kelib tushdingmi yoki Azir Telekomdan bakra hayajon chiqdi ala. Masalan, Jamis bilan chiqsiz aka. Mollerlar baka. Hammasi Azir Telekom bilan tushib qo'shilgandek chiqib ketibdi aka. Biz bir 7-8 millionimiz var bunun için. Şunlar resmi şu an tutdu. Men pitnamıdan adapsiz kalmış. Kısan bir vaqtda mollarlar yanında oynatıp da küçükçe mangara bana kaşıtı atdı şu an. Kaşıttı. Şokkan ben. Ben de kaşıtı koydum. Kaşıtı koyup kısan bu otlagan tişonu sen yürek kırdım ama. Şu olay çözad o da. Nem kısam yanıp pitnamay tutup deb saqlagandek bulab ancha muncha da o'zim shu pillarni olgan bo'ldim, xotirlab qo'ydim. Anda birdamdan chiqishchi emasni ayrim please birdan tas rasm shot memsa zipay qildik shu. Kelmish tal fursat olib qoldim, ta musobaqasini bir ko'raman deb boshqa orzuyim bor. Mana lekin uni men boshqa bir talalik bo'l ekanman. Rastlaylik ekansiz aka. Ma paralarınızdan anlab topqi qiziqdiganligingizni texim aka hamda muayyanlash tugul bo'ldi-ku. Masalan, ba'zi havaskorlar bor. Bak qiziqdi, shunda amroq shu odamlarga. Naq yeniga borganda bir xil qanday hissiyat va psixik hissiyatni bilmadim, bir xil o'zini tutib qilgan. Lekin hamda menimcha u o'ziga to'g'ri. Menimcha bo'lganda asli o'zi qiziqqan odamga, o'z havas qilgan odamni oldiga borganda shuning o'zining hurmatini ifodalab qilish eng to'g'ri deb o'ylayman amaliyotda. Bu yerda ko'ngilga degan yaxshi ekan-ku. To'g'ri. O'zini qo'yib o'tish. Men hamda ayada hamda bu bek muhim maydon bo'lg'achqa, hamda u yerda biz men adabsizlik qilib qolmasin deb zor ashi hamda jimlam o'zimning ashlar degan ish bo'yicha jimlam shu ko'rib bo'lsinmi jim ketay degan darak g'alatda turdim. Keyin qarasam ala o'zi uning deb turib ko'zi menga sal tushdi u yerda. Qamlashqa qarasa. Kim bola men bilan aytgan Hazratali shumdu deb o'ylayman. Moller bek shokka. Moller rasm. Masha hammasini kayfiyati shu tancha berayotgan. Ashar masaqqa o'xshash. O'tirib uni u gap qilib qo'yib, uni bu gap qilib qo'yib, qiziqchilik yurayotgan. Qiziqchilikka qarasa ham musobaqada mash kayfiyati shu chiqdi-ku, hozir musobaqada. Ashtakan bu. Agarda aka sizga bir fursat berib naqshchilikni qilamsa, musha top tepamsa, desa, sizda sharoit hozirlansa, qaysini tanlaysiz? Sharoit hozirlangan bilan o'zimlik sharoit hozirlanmaydi. Men shu o'zimlik sharoitmi hozirlandi deymizda. Aşksın bir tanlay. Çok tanlaşma var. Yişinizmi bo'ldi 20 yosh qay turib qo'ydi ya? Voy, u mumkin bo'lmaydi. Ya aka, bunda bir savol so'raymiz mashinamizda. Lekin menda u aqiq u futbol bu tantarbekenin resmi kesbi sapağımız olmadı vallahi. Anın resmi ügenmese, resmi okumasa, resmi meşgımasa. Ben onun da çok küçükümden taat aqiq futbol yolda menep. Resmi şu meşglarını kılıp, resmi terbiyelenip, resmi okup başladım. Doğru. Kıga vaxtada kesbi sapağını resmi hazırlayıp kıgan boğan bolsa, başpısa kelgen bolsa "Vaaa!" deydim. Lekin men özümde yok da o meşq yok da. Biz fakat şu körümüz, özümüz qiziqishimiz şu ancha o'ynabmiz degan alargan haqiqiy kasbiy topchilar. Ular degan kichigidan boshlab mana bizning davlatimizning olmagan futbolchilari mana o'zimiz bilyapmiz. Davlatimizning naq yaxshi tarbiyaladi. Kichigidan rosa 3 yosh 4 yoshdan boshlab maxsus hozirgan bek tarbiyalashni bek kuchaytirib bek yaxshi qilib ketibdi. Futbol maktablarimi bek zo'r mablag' bilan hozir. Bek noch topchilik chiqyapti. Hozir sharoit hozirmi shu atrofimizda hozir soat mush vaqtning o'zida hozir bizning Jungo'ning daraja tashqi musobaqasi bo'ladi hozir. To'g'ri. Şinjan vaqt soat 4:01. Şinjan 6:01 işte bo'ladi. Hozir musobaqa o'ynadi. Topning ko'pini qilib ketibdi ajab. Qiziqqan narsani so'zlaganda ajoyib
zo'r kayfiyat bo'lib ketadi. Sho'x bo'lib ketadigan gap. O'zini qo'yitib turadi. Top bilan bo'lib ketib qo'y. Men o'g'ri naqsha tutib. Sho'x kuydim birini qo'yamiz kayfiyat. Ma'qul. Amsa mush topning hissiyati bilan ma'lum uchib ketaylik aka. Qaysi kuy? Aziz aka o'qig'anib bu yoqda. Hadi sizlar, hey! Bahar bo'ldi, ichildi gullar u yoqda, bu yoqda. Bahar bo'ldi, ichildi gullar u yoqda, bu yoqda. Bulbullar sayrishadi u yoqda, bu yoqda. Bulbullar sayrishadi u yoqda, bu yoqda. Kom. Seni izlab men keldim, xuma ko'z yarima. Seni izlab men keldim, vay xuma ko'z yarima. Kelma desam meni ketay, hey yarima. Kelma desam meni ketay, hey yarima. Hoppa! Oy tipe. Oy mayaklar soktu. Oy attayım ben. Kalma. Rahmat aka naqshlarimiz kayfiyatni texnik zo'r qilyapti. Endi rahmat ey bollar sizlarga rahmat. Yosh vaqtlarimiz hozirmi? Yoshku endi. Texnik yosh vaqtlarimiz qaytgandek bo'lib qoldim. Hozirgi aka chaqlarimiz qisqarib ketibdi. Men sizni tunji qitim ekranda ko'rganda aka. Chechingiz mushiyaga tushib ko'zingizni ko'radigan ekan. Chimning hikoyasi qizida. Bir programni ko'rganman sizni aka. O choshning hikoyasini deb pasini o'tkiramsan? Deb beraman. Ha. Shu vaqtda modda shu. Hikoya tegdi. Unda demaysa, men mi qo'ygan? Modda. To'g'ri moda. Rasmodda. Ilk almini mında tushgan bir rasmi bor. Ma'lum kimdan degan bilaman. Men bilandik shu. Men uchun nima? Chosh degan ish qilib bor senda shundan ku. Ilk olmon o'tirlik bo'shliqni laylab qolgan. Ma'lum kimdan? O'qib bitirib chiqqan vaqtlaringizmi aka? Men ashun bir programda Ümit Üzmedim degan naqshingizni angladim. 2018-yil. Shu vaqt ajab o'riq akamizga bu deb 2018-yil. Tunji sene chiqqan, men ekranga chiqqan vaqtim shu. Tunji qitim chiqqan vaqtim. 2018-yilda shu ekranga chiqqan. Yiptakli vaqting-ku bu. Ben shu vaqtdimi? Men asosan sevmaydigan tipkanman. To'g'rimi? U vaqtdimi 52-chi o shu o'qitgan vaqtlarim bo'lganki, ondan rasman mush kasbga bir yaxshi bitirish baxsam deb biliqi xiyolmiji qandanliqi tajriba toplayotgan ta'sir qilayotgan vaqtimiz bo'lgan liqi yadab ketadi. Tomoqdan oshdan qolgan vaqtlaring. Yo'q, undan emasdim, lekin ras uruqdim shu vaqtda. Voy, yil ekranda dedi-ku o'tkazib ko'rib, Andan saqkan misasiz hozir ashtonga 10 necha bo'lib turibdi. 12 kilo bo'libdi, men hozir 2020 bo'lgan. 12 kilo. Bunda o'ylab baqsaq shu adam ashunda bir narsa bak o'tgan vaqt, hozir o'twa bizda, lekin a vaqtda shu bejapadat qilgan mencha. Japalan bektatgan dedingiz aka, qanday japalar bo'lib ketdi endi? Japadat shunda bo'lib qoldim demoqchiman sen. Yo'q, undan emas, demak, a vaqt xiyol chiqatdimiz ya chiqdi. O ish qilib mush ondan yangi boshlayotgan vaqt bo'lganki, men bu kichikimdan boshlab naqshni maktablarda aytib o'qib qilibdim. Oliy maktab kelib men birinchi yilni islom o'zimning yurtimda tutib qo'ygan. Men ma ingliz tilini bak yaxshi kasb, ayni o'zimni izlam, bak muhim kasb. Lekin men buning original emaskanman. Men shu naqshning adim, shu naqsh haqiqiy ishimda bakrakkan meni bak qolgan deb. Yasam qopsam shu yurtimni jiq tutib men 20 yil o'zim diagnoz qo'yib qo'ydim. Bundan keyin shu boshchilab bilan zada men qanday japam shaqatasam, maktab bitirib qo'yuvchi men cho'qim bir o'zimni vazaq bo'lsin, bir o'rnimni tepib qilmasam bo'lmaydi-ku deb shu men shu xilda hamda. Yangi boshda shu ekan ba'zi japalarni beklak o'qitib qolgan vaqtda. Lekin o vaqtdagi sahnadagi qiyofatim shunchalik chiroyli hisobda kiyimning bak o'shan kiyim kiyib ekansa, o'rib ammo işte esqavmikan o nomerlarni, o'zimni esqav oq ko'ylak. Onundagi mush ko'zim motirab mush u chekadigan. Nimdek? Chekadigan. Unda gapni qilmang ay. Yo'q, qiziqkansiz. Aziz telekomning chiroyi degan chekadigan ganjo yo'q. Shunda hamda shay pakiz turibdi. Rahmat bo'ldi. Men adam sig'inib qolgan chiqib maqtayotgan maqtayotgan bayaz. Rastosa ka hamma narsa. Mushmaydan shu aka.
Kaptaptoq. Meydandan bir Meydanni ko'rib ko'ramdoq. chiqmamdoq. Ashtaqilli. Ya boshqa o'rinlashtirishlar bormi? O'rinlashtirishlar bor aka. Cho'qim kiramiz u maydonga. Chiqqanlar bu hamda yoqqa top deb ketdinglar, bir tip baqsizlar maydonga. Voy ma, o'zitali bu tapalay. Sizin dedingiz bayan ben başlangıçta o'qiyotganda bekitdim deb. Voy endi hozir men Chataqa Boza qilib qo'yamanmi ya? Varta sen turamsan. Chiqqanlarni men bo'za qilaman. Chiqqanlarni men bo'za qilaman. Buldi. Hamsa chomdoq. Maqolamdoq. Voy ma'qul. Manda Emravulga ishinglar bo'lsa bo'ldi. Qo'llar ketiraman. Bo'ldimi? Qaranglar. Adam uruq bo'lsa qaranganda foydasi ko'radi. ko'radi. Tushib ketilgan gapda. Simiz bo'lib qolsa mana tushamaydi adam yerdan. Berini ko'misi men joyi emasman. Ajoyib joyi ekan. Burun. Apiga kimda? Asqatda. Maxib, hopni ketdi. Mening bo'ldi ya. Topçun doğruğa adamı tartayım o. Sen kurduğanın kimi ayağına oturup kösen oldu. Hemse oyunun faydasını ben dey. Batop bir umak top ki. Handa etsenler. Bu varta, adet varta bu şey bulur da. Kaçta buldun? O yaman küçük ya bu. Siz için yasıl kadar umak mı? Baba bizim meşgul ya. Baba bizim musabak oynayan ya. Adet müşer. Ayağındaki yoğun aka. Senin uzunluğunda bir adam demiş küçük yılda. Hem de kanatlığımız yanında. Bu normal tepmeyimiz. Kanat tepmemiz yanında. Mağa kolunu mındak kıvırlar. Onunla ayılınıp boğan diyken. Onunla ayılınızla. Anki sızıp topunu koyup verme. Tırsın varta tırsın. Kim o vartaçı? 5 yıl kaysınlar tırsın. Sakam turdu da. Sakam çoğunu girdi de hem de. Kaptı. Kaysıl tap kayışayım abi. Uğurken bu. Benim oyunumu körken bu. Arkadaşlar çöpleyemez. Yukarıda. Sakın ayağına boksu çıkacak etken bu ya. Ha oldu. İşte çöpleyemez aka. Ver. Şiki. Tipimiz toplu. Ve sen mayan kara attın. Sen közeydeki mayan kara. Vay topçu! Vay topçu! Düştümüş lan. Bu köndümü sen. Düşmedi. Görse aldı. Dırdı ver. Şimdi. Hem de set durmuşsun deyip karayım sen bataydın. Yaş küçüğün. Hem de set durmamdı. Onu çögülep bukla tipse. Kolun düşüre. Ha, çık tez çök. Tez çöge. Altta. Piştik. Yattı. Çekmiştik aga. 8. Yeni faaliyet müstakil. Kan çıksın. O tipine. Sokmayı tipine. Tamam ben kayıtsız aldım. Özen tipledim özenge. Teknik öncelikli. Bana geldi. 5 şurada yaş yapıyor. 2, 3, 4, 5, 6. Yattı. 8. Oraya 7. 8 step. O tipine. Go! Ale! Go! Emse adam. Onda sakama. Dakıl iş kolun tut. Yok. Oy. Çiğdemaz. Yaptım. Fırketim fırsat verelim. Bıraktım fırsat vermeyemiz mi? 5 çıktım tipi de. Koptu. Gençlik ben çıktım da. Ana akıda musafir akıda. Gençlik akıda 5 tipi doğru doğru. Hadi 2 tipi bulduk. Şuna şuna mesela zan tepkiler bana top şundan valla. 5 tipimiz ne var? Hey teman, baik cepat kereta. Masa mendak saya? Mendak le kayak paganda. Delika saya maksa. Ada kimse? Muş ana kırpmasın. Manu kuralısınız. Yan oynayımız. Kuramısınız tutadınız. Tamam. Emre Oğlan'da. Özür sanat var. Bir sanayımız. Özür sanat. 1, 2, 3, 4, 5. Kuzeyindeki topu tehlikeli demezler. Maç ikincisi. Makamlaştı. Vay kapı malı. Onda kemalı. Bunu yakşı yap koyar.